Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga har bir bosgan qadamimiz uchun passiv daromad topishni oson usulini o'rgatib o'taman. Videoni o'tkazmay tomosha qilinglar va bundan oldingi videolarimizga ham kirib, o'zingizlarning daromadinglarni ishlab olishni maslahat beraman o'rtoqlar. Qanday bo'lsa, biz videoni boshladik. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni tavsiya qilaman. Bundan qiziqarli videolar hali sizlarni kutmoqda. Biz endi birinchi navbatda Play Marketga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Play Marketga kirib, poiskga mana shunaqa yozishingiz kerak bo'ladi. Buni bosganingizdan keyin mana ikkinchi turgan, ya'ni mana shu programmani skachat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu 81 megabayt bo'lar ekan. Buni skachat bo'lgandan keyin ichiga kiramiz. Mana o'rtoqlar, biz ilovaga kirib oldik. Ilovaga kirganimizda xuddi shunaqa oyna ochiladi va bu yerda biz Google orqali ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Google akkauntinglarni kiritasizlar, ya'ni sizlardan hech nima talab qilinmaydi. Bu joyga o'zingizlarni bo'yinglarni, xuddi shunaqa narsalarni yozishingiz kerak bo'ladi. Yoshinglarni, masalan, o'g'il bola bo'lsanglar o'g'il bola, qiz bola bo'lsanglar qiz bola. Masalan 55, 65, ana shu xuddi shunaqa yozasizlar. O'rtoqlar, mana shu joyga kod yozishingiz kerak bo'ladi. Men bu kodni video ostida opsiyada qoldiraman va ekranda ham chiqarib qo'yaman. Ya'ni mana 251 55 93 kodini tersanglar o'rtoqlar, sizlarga 1000 qadam bonus qo'shib beriladi. Ya'ni mana shu sizga Zdroy Sport degan programmani ham ko'rsatadi. O'sha programmani ham yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Buni yuklab olganingizdan keyin sizlarda qadaminglar hammasi hisoblanadi va sizlarga pul yozib boradi. Mana skachat bo'ldi o'rtoqlar, kiramiz. Открытni bosamiz va bu yerdan начатni bosamiz, разрешить bosamiz. Разрешить приложение degan joyga kirib, mana ya'ni mana shu разрешить всени bosib orqaga qaytamiz. Xo'sh. Bo'ldi o'rtoqlar. Chiqamiz, yana bir marta chiqamiz. Bo'ldi, mana o'zimizning ilovamizga kirib oldik. Va kirganimizdan keyin bizani kutib olishadi. Bosamiz va bu yerda bizani mana ish joyimizga olib kirib qo'yadi. Bu yerda nima qilishimiz mumkin? Bu yerda biz mana yuqori joyda bizani har bir qadamimiz hisoblanib boradi. Bu yerda kundalik bosgan qadamlarimiz hisoblanadi. Biz mana shu claim yozuvini bosganimizdan keyin, ya'ni mana bu joyga o'tadi avtomatik tarzda. Buning uchun biz Friends bo'limiga o'tamiz. Birinchi navbatda Friends bo'limiga o'tganimizdan keyin o'rtoqlar, mana bu joyga claim now tugmasini bosamiz. Yo'q, mana bu joyini bosamiz o'rtoqlar, add degan joyini va ko'rib olinglar o'rtoqlar, hozircha qadamlarimiz 0. Buni bosamiz va mana qoldirgan kodni tersanglar sizlarga 1000 qadam sizlarga bonus beradi. Mana xuddi shu kodni yozasizlar, eslab qolinglar. Getni bosasizlar va bitta obnovit qilasizlar. Claim now tugmasini bossanglar, mana o'rtoqlar, tepada ko'rgan bo'lsanglar 1000 ta bonus qo'shib beriladi. Keyin o'rtoqlar, masalan, sizlar yurganingizdan keyin mana shu joyda qadamlar soni chiqadi. O'shani claimga bosib, pulinglarni yig'ib olasizlar. Keyin market bo'limiga o'tsanglar, mana sizlarda Fastex degan joy bor. Shu joy orqali sizlar chiqarib olsanglar bo'ladi. Bu yerdan davlatlarni tanlasanglar bo'ladi. Bemalol mana O'zbekiston ham bor. Fastex bossanglar pulinglar minimalka yig'ilganda mana shu joy ochiladi.
pulinglarni chiqarib olsanglar bo'ladi. Juda ham oson o'rtoqlar. Bir ishlashni tavsiya qilaman, agar ishlamagan bo'lsanglar. Shunchaki uстановка qilib qo'ysanglar ham har bir qadamingiz uchun sizlarga yozilib boradi. Har kuni bir marta o'rtoqlar claimni bosib tursanglar, balansinglar oshib boraveradi. Ya'ni sizlarni har kunlik balansinglar mana shu joyda ko'rsatadi. Ya'ni sizlar bosgan qadamlar ko'rsatadi. Shularni sizlar yig'ib mana shu joyda qadaminglarni ko'paytira olsanglar, pulinglar ham ko'payib boraveradi. Va task bo'limi bor, zadaniyalar bajarib pul ishlasanglar bo'ladi. Keyin voucher bo'limi bor. Voucher hozir sizlar bilan 1000 voucherlik bonus oldik. Yana xudo xolisa o'rtoqlar minimalka summa yig'ilishi bilan sizlarga videoni yana bir marta ko'rsataman, ya'ni pul chiqarishni ham ko'rsatib beraman. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishni umid qilaman. Kattakon rahmat.